ishlar yurmay qoldi. Kelgan edim umid bilan hammasi soldi. Rossiyaga kelib qog'oz berdim qo'limdan. Birgina chizigay bilan sindi ham orzularimdan. Dokument topshirdim, kutdim oylar kun bekor qilindi degan so'z urdi o'g'dek jonimga bugun. Bir varaq qog'ozda taqdirim turibdi, o'qir ekanman, yuragim uvillab yonibdi. Nima qilsam ekan, boshimda chibib ketishim kerak ekan. Uyga qaytgim keladi, bag'rimga yurtdoshlar, lekin bosimda o'g'il shu yerda qolgan xarajatlar. Boshim qotib ketdi, shuncha harakatlarim befoyda ketdi. Yuraversam deyman, qo'rqaman ham bari bir uchqunda chiqib ketishim kerak. Ichimda mingta savol, bir javob og'ir. Kecha Melisaga tushdim, yurak tepib qo'rqib, savol javob. Sovuqxonada jim turib qolgan orzum ishtirof qildi. Hammasini aytdim, ochiq qog'oz berib yubordi. Dunyo bo'ldi to'lgan qalam. Qarasam pastida yozilgan satr, 10 kunda chiqib ketish kerak dedi qat'iy shart. Yuragimda ikkita yo'l, ikkita ovoz, aytuvingga bo'lar qol. Balki o'kilari yana biri darvoz. Nima qilsam ekan, toshqinda chiqib ketishim kerak ekan. Uyga qaytgim keladi, onam kutib bo's ekan, lekin shu yerda qolgan qarzlarim yelkada toshdek bosgan. Boshim qotib ketdi, shuncha harakatlarim befoyda ketdi. Yuraversam deyman, yurakda vahima qolmay kunda chiqib